Otadan keyin, onadan keyin suyanchiq tog'imiz yo'q azizlar, ishonadiganimiz yo'q. Muso payg'ambar onalari o'tgan ekan. Onalarini tobutdaligi kafallab, tobutga solib qabristonga olib borsalar, qabr qazib qo'yibdilar ekan. Muso alayhisalom kecha ona uyimda farishtam bo'lib o'tirgan, oppoq libosda duogo'yim bo'lgan mehribonim onamni endi shu qabrga qo'yamanmi deb, onalarini qabrlariga, bag'rlariga bosib hushlardan ketib qolgan ekan. Bir qancha vaqtdan keyin o'zlariga kelibdilar. Onamni ko'mishim kerak, ahli farzandlik burchim. Onalarini ko'ribdilar. Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib, shunda qabristondan chiqsalar, Xudoy taolodan vahiy kelgan ekan. Ey Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling degan ekan. Ey Parvardigor, sen bilan ko'p gaplashdim. Bir marta shu gapimiz orasida o'zingizni ehtiyot qiling demagan eding. Nima uchun aynan onam o'lgan kuni o'zingizni ehtiyot qiling deyapsan Parvardigor degan ekan.